Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Demak, quyidagi misolimizni ko'rib chiqamiz. IP manzili 226 185 90 162 va tarmoq maskasi 255 255 252 0 ga teng bo'lsa, tarmoqdagi kompyuterlar tartib raqamini aniqlang deyapti. Hop, bunday masalani ishlash uchun biz nima qilamiz? Demak, har bitta IP manzilni ham tarmoq maskasini ham biz ikkili sanoq sistemasiga olib o'tishimiz kerak. Demak, ishlash uchun demak 226 ni ikkilik sanoq sistemasidan unli sanoq sistemasidan ikkilik sanoq sistemasiga olib o'tsak, demak bizada 1 1 1 0 0 0 demak 10 ekan. Demak, har bir xonasi 255 dan oshib ketmasligi kerak va uni ikkilik sanoq sistemasiga o'tkazganimizda 8 bitdan kam bo'lmasligi kerak. Agar 7 bit, 6 bit bo'lib qoladigan bo'lsa, oldini 0 bilan to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Shart shunday. Demak, 185 da unli sanoq sistemasidan ikkilik sanoq sistemasiga o'tsa, 10 11 10 0 1 ekan. Demak, nuqta joyida turadi. Keyingisi demak 90 ni o'tkazadigan bo'lsak, mana 7 bit bo'lib qoladi. 101 10 10 bo'lib qoladi. Shuni nima qilamiz? Biz 01 01 10 10 qilamiz. Oldini 0 bilan to'ldirdik. Ana endi nuqtani joyiga qo'yamiz. Nuqtani joyiga qo'yamiz va demak 162 ni o'tkazamiz endi. Demak 162 ni o'tkazadigan bo'lsak, bizda 10 10 00 10 bo'lar ekan. Endi bu tarmoq maskasini o'tkazib chiqamiz. Demak, tarmoq maskasida bizda 255 8 ta birlikdan iborat. Keyingisi 255 yana 8 ta birlikdan iborat. Keyingisi 252 ga teng ekan. 252 miz bizda 6 ta 1 1 2 3 4 5 6 ta 1 va 2 ta 0. Demak, keyingi nolimiz demak 8 ta 0, ya'ni 8 bit bilan ifodalanyapti. Endi mana shu yerdan olib qaraydigan bo'lsak, bizda aytibdiki, tarmoqdagi kompyuterning tartib raqamini aniqlang deyapti. Aynan mana shu IP manzildagi kompyuterning tartib raqami necha? Mana shuni aniqlashimiz kerak. Buning uchun biz nima qilamiz? Mana tarmoq maskasiga qaraymiz. Tarmoq maskasida mana shu yerda demak nollar ishtirok etyapti. Ana shu nollar ishtirok etayotgan joydan mana yuqorisida mana shunday qilib olamiz. Ana buni olamizda, demak IP manzildagi mana shu nollarning yuqorisida turgan mana bu ikkilik sanoq sistemasini, ya'ni 10 10 10 hop, demak 0 0 10 ekan. Demak, biz mana shu ikkilik sanoq sistemasidagi sonni nimaga, demak o'nlik sanoq sistemasiga o'tkazish so'raladi. Demak, buni biz demak teng o'nlik sanoq ikkilik sanoq sistemasidan o'nlik sanoq sistemasiga o'tkazsak 674 ga teng ekan. Demak, o'nlik sanoq sistemasida. Javob mana shu. Demak, tarmoqdagi kompyuterning tartib raqami demak 674 ekan.